Assalomu alaykum tuvanlar. Bularga ot taqalayapti. Otni qancha taqalaydi ko'rib turibsizlar. Bir otni qanchaga taqalab berasan? 4 tane. 1000 so'm bor. 1000 so'm komplekt. Taqamiz ichida. Taqasi ichida. O'shanda taqasi ichida ekanda xizmat haqi bilan. To'g'ri. Taqasi, nimasi ichida. Bularga Novqat ot bozorining osti noz tuvanlar. Bu yerda postoyni taqalaysizmi? Juma kuni g'ana ish bo'lmaydi. Juma kunilar ishlaydi ekansiz-da. Juma qolgan kunlar kuniga ish. Ana bir zibona qilib kelish kerakdan chuncha. Kelgan odam shuni berlar borananda jazilur. Bularga nomerlarni yozib olingizlar tuvanlar. Novqat ot bozori. Jalilda joylashgan. Otimiz kim ekan sizin? Jalil men otim. Jalil. Jalil aka chalingizlar bularga. Buni bir odam qarab turish kerak-da. Buni bu yerda komini nagrushka yo'q. Qarmagan odamga yengil. Mantiq uchun qarmab turaveradi, jash bo'ladi. Qancha minutda taqalab qo'yasan? Qancha soatda? Yarım soat. Yaxshi yursa yarım soatda taqalab qo'yadi. Yarım soatda taqalaydi. Hadi gel. Ama kaç tane? Bularga tuvanlar munotib taqalayotgan orqanqi yakka qutini stokaga baylatgan, oldinga baylatgan, shunday Manani yaxshini bayladim. Bu akeni so'rab shunga orolga borib ko'rishadi. Bor ekan. Bor ekan. Uloq qo'y. Qayoqqa uloq sozlarmadasizlar? Sal uloqqa borib turgan bo'ldi. Otda qolib berdi, otangiz uloq qildi. Aralda uloqqa boradigan sizlarmi? Qaynoqda ham bor ekan. Bilmadim onu. bu shunday tozalab qo'yadi ekansiz-da, tog'ani. Shunday tozalab qo'yadi ekansiz tog'ani. Buna yuragida. Buni tozalash kerak buni. Söz. Bizdikilar ham o'rislarga o'xshab yurjo'lli. Oyaqında qilib mana hani istegan beri oyaqında qashiq o'xshagan meni tozalanmaydi. Bize Kırgızlar şunu öyle, Kırgızca qilib öyle taqalab qo'ydi. Shularni qo'ldan kelishini xizmat qilib o'tamizda. Onlar Jalil aka nomerida yozib olingizlar ularga. Novqat ot bozorida. Bas. Qanday? Mana ko'rib turibsizlar, qancha taqalaydi. O yoqdagi xizmat. Xo'p. Shunday tozalab, yaxshi qilib taqalaydi. Bu ham garantiya qancha garantiya berasiz? Otga o'ziga qarayver. O'rtasak menen 2 oy yurib tatdim putdilar. Hozir hemen bu otning vesiga qaraydi, bu taqaning yurishi, otning g'ayratliligina qaraydi. Yashirak kam quvvat, salmog'i yengilroq tayga taqalab qo'ysang 5 oydan yuraveradi ekan. Tuyoq o'z bo'lmay qolsin. Anan nimaga? Mana otlar bekaga yetkizmay pachaqlaydi-da. Bular Çoğulup yürgen otlardan tezaraq jeyt degen taqani. Otga qaraydi ekanda bor nimasi.
Diske var mı? Hı? Diske. Satın. Yok. Burada yok. O kalkanla attım putu oru olsa gerek ha? Yok var. Ulan malatok jengil mıktın gana arkasına teytiğin atayın jengil malatok menen kagılattı. Bulatın ciligine gibi şu mıktın elen arkasına salmak menen. Tutas ne kadar? Bana? Aysa. Selamünaleyküm. Az yok onu kana. Bay Murat. Tegizlep, mo'ltep taqala beretken. Ko'ringizlar to'g'onlar. Mana shu qara kishi bo'ladi men ustozim. Tartib qo'ymish uni ham. Bular ustozi Bo'xt ekani, Jalil ekani ustozi. Otingiz kim aka? Murod aka, qancha ishlaysiz aka? 48 ga chiqdingizmi? 38'ge chiqdi. 38 ga chiqdim aka. Aka, ishingizga yigilik, Jalil aka. Rahmat sizlarga dag'in. Endi xizmatini qilib yuravergan. Endi xizmatini juravering. Rahmat. Jalil aka nomerini olib berim sizlar. Kelingizlar shunda. Taqalatingizlar otingizlarni. Nimaga nomeri? Ola bitta bor. Davom Dam bir at var mı? Tek at mı?